Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuhu. Al-Kamil kitoblarimizni boshlaymiz xudo xolasa. Al-Kamil fi ta'limil lughatil arabiyya lin-natiqina bighayriha. Demak, Al-Kamil kitobi fi ta'limil lughatil arabiyya arab tilini o'rganishlikdagi lin-natiqina bighayriha degani boshqa tilda gapiruvchilar uchun arab tili o'rganishlikdagi Al-Kamil kitobi. Doktor Ubayd Muhammad Mahmud Abdul Halim muallif. Xudo xolasa biz ana shu yerdan sekin-sekin boshlaymiz xudo xolasa. Ad-darsul avval. Demak, birinchi darsdan boshlaymiz. Al-muallimu at-tullab, ya'ni talaba va muallim va talaba o'rtasidagi dialog. Assalomu alaykum va alaykumus salam. Ismi Kamalun. Ismi mening ismim degani Kamol. Mening ismim Kamol va anta senchi deyapti. Ismi Samir. Ismi Samir, ya'ni mening ismim Samir deyapti. Yajri al-muallim hadha al-hiwara ma'a kulli tullab taliban va talibatan. Taliban thumma yatimmu tabadul bayna al-ustaz va talib. Endi ustoz o'sha kursxonada dars beradigan bo'lsa, talabalar bilan yakkama-yakka holatda dialogni qilib chiqsin deyapti. Ya'ni assalomu alaykum va alaykum assalom deysiz. Ismi Kamol yoki o'zingizni ismingizni aytasiz. Masalan, misol uchun mana ismi Musa va anta deysiz. Ismi Kamol deyish mumkin yoki ismi Samira deyish mumkin. Ana muallim, men muallimman deydi va anta, ya'ni men o'qituvchi, ana muallimatun, ana talibun, ana mudarrisun deb turib o'zingizni kasbingizni aytasiz va sanchi deysiz. Ana talibu, men talabaman deydi. Xo'p, kitobimiz boshlang'ich bo'lganligi uchun mana alifdan boshlanadi. Alif va hamza bir xil shaklda. Buni yozadigani kitobni olganlar bemalol sekin-sekin yozib borishlari mumkin. Biz asosan endi harflarni o'qishni tugatganlar uchun bo'lganligi uchun asosan lug'atlarga e'tibor berib ketaveramiz. Ba harfi yozilishlari. Xo'p, bizga kerakli joy mana abun so'zi. Abun degani ota degani. Abun demak ota degani. Abi bo'ladigan bo'lsa mening otam bo'ladi. Babun degani eshik degani. Babi bo'ladigan bo'lsa mening eshigim bo'ladi. Demak, so'zlarning oxiriga ya qo'shimchasi qo'shiladigan bo'lsa mening degan ma'noni bildiradi. Demak, so'zni o'zi ota degani mana. Ota, babun degani eshik degani. Demak, abi bo'lsa mening otam bo'ladi. Babi bo'ladigan bo'lsa mening eshigim bo'ladi. Demak, ta harfi. Tutun degani tut degani mana. Tabutun degani tobut degani. Demak, tutun degani tut, tabutun degani tobut degani. Xo'p, keyingisi asasun degani uy jihozlari degani. Asasiy bo'ladigan bo'lsa mening uy jihozlarim bo'ladi. Sabitun degani sobit degani. Sobit. Xo'p, tajun deganimiz toj harfi mana. Tajun, taj harfi mana. Xo'p. Demak, hijabun deganimiz hijob degani, hutun deganimiz kit degani. Qaytaramiz. Hijabun degani hijob degani, hutun degani hut kit degani. Tahta degani ostida degani. Hajibun degani ikkita qosh degani. Hajibun ikkita qosh degani. Habibatun degani habiba qiz bolaning nomi. Hububun degani donlar degani.